Olan Eşer Canlaşlar için yangi partiyans kelgan aka. Video attirdim. Like bas, chorvachi bola obuna tursin, mollar qadar ko'rsating. Assalomu alaykum. Chorvachi bilan Rashad obunachilari. Va biz uzoq yaqindan kuzatib o'tgan aka-ukalar. YouTube ishqibozlari, chorva mol ishqibozlari. Akalar bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'iga yetib kelganmiz. So'mbek Arzonchi ukamizni xonadonlarga yetib kelganmiz. Bugungi sanamiz 21-aprel haftaning seshanba kuni. Hammani kuni xayrli o'tsin deya biz so'z navbatini So'mbek ukamizga beramiz. Assalomu alaykum, chorvachi bola Eşer Canlaşlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, rahmat aka, yaxshimisiz? So'mdan narxni boshlanadi. Video attirdim. Like bas, turishar, mollar qadar ko'rsataman. Nechta mol bor aka? Soniga nechta bugun? 25 ta molim bor. Qaysilardan boshlaymiz aka? Mayda partirdim. Bo'ldi. Ular real necha qilyapti mana? 85 plus. 85 plus deyapti. Yoshliklari qanchadan bular? 2,5 oylik. Bo'ldi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi, yettinchisi. 7dan biri? 6 tarafdan bitta ko'rsatib qo'yamiz mana. Gibrid yaxshi narsalar ekan hammasi. Nima deymiz aka bularni? Yebichari zo'r, yana bilan qildirib beraman. Hop. Bestasi bir yerga tortin degan O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beraman. Uni narx-navosi 11 milliondan olishadi, dastlabka qilib beraman O'zbekiston bo'ylab. Kami bormi? Yangimiz aka. Kami bormi? Shoqlashni o'tib beraman o'zlariga. Ishga ham o'tib qo'ying aka. Necha puldan o'tib bering? 200 mingdan kam bersin olishsin. Babar aka. Endi qaysidan ko'rsatamiz? Bonus. Bular 75 dan bu o'lchandi. Hop, yoshliklari qanchadan buni? 1,5-2 oylikda. Yemadimi yo yeb icharim bular? Yemishiga ham garantiya beraman. Yeb ichadi ham. Bo'ldi. Buni narxi 11 millionga telefon qilib jo'nataverang desa jo'natib beraman, lekin bunga o'tib berolmayman. Bo'ldi. Endi qaysidan ko'rsatamiz? Sana yerigidan so'rab oldim. Yirik novoq so'raganlar uchun buni. Ular 98 dan. Yashir pishir yo'q bular aka. Mo'va garantiya beribdi. Bo'ldi. Dastlabki saygacha buni kelasini olishsa. Samarqandga o'rqib beraman. Narx qancha buni endi? Narxini 12 milliondan berisharmi, yetkazib olib beraman. Kami bormi? Kanalda yangisi aka, yangi narxlarga beraman deydi. Bo'ldi, olishni 11,5 million. Babar aka, gap yo'q. Novoschalarmi kelasi ham? Ha. Gibrid novoschalar. 95 dan. 95 plusdan. Yoshlar 3 oylik. Hop. 5 oylikka borib qo'ygan. Tuyoqlar stakancha, yeb ichari zo'r. Bir yerga olgan odamga 22 million so'mga yetkazib olib beraman desam. Kami bormi yo akanchatilmasimi? Telefon qilish so'zlariga o'tib beraman. Bo'ldi. O'tib beraman. Gibrid yaxshi narsalar ekan, mana yelkalarini ham ko'ring aka. Shular mana 3 ta xunajinami? Novasimiz deydi. Novos. Hop. Mavsuddan aybini aytib sotgan. Men aytgan ona malimiz ozgina qo'tili bor. Tuzalgan. Ha, tuzalgan. Mana shuni qildirib beraman. Bo'ldi. Ha, birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Bular 90 dan. Yoshliklari-chi? Yoshliklari 3,5 oy atrofida, 4 oylikda. Hop, narx qancha buni aka? Narxi uchun oldin degan 31 millionga yetkazib yuborib beraman. Dastlabki saygacha? Dastlabki Samarqandga o'qib beraman. Bo'ldi. Degar ukamiz ko'rib turibsizlar akalar. Obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Endi xunojinlarmi bular? Ha. Yirik xunojin so'raganlarga. Zo'r variantlarida. Bulari 1,5 dan. 1.5 dan. Hop, yoshliklari-chi? Yoshlar 6 oylikdan. Hop, narx qancha buni? Narxini aka bular 23 million so'mga dastlabki olib beramiz Samarqandga. Bo'ldi. So'ramaydigan narx uzukka gap yo'q. Shetiga bitta like bosib qo'yishar obunachilarimiz. Mana xunajin chami. Xunojin, hop. Yoshliklari qancha buni? 4 oylik, 5 oylik. Bular 95. Hop. Yo'lar sekant yo'q. Ostoqlarni ham ko'rsatib qo'yamiz.
Şüvet macunumuz. Aslı yaxshi bu ko'rsatmas ekan. Ko'rdik. Hop. Narxi 10 million so'mga yetkazib olib borib beramiz. Kami bormi? Kami bor. Bo'ldi. To'qqiz o'tib beramiz. Bo'ldi. Shvet to'qoq mashina bu. Keyingisi Macunchami. rossiyskiy prodoq mashinamiz. Bo'ylar necha? 88 kishiyap. 85 ga olsun. Bo'ldi. O'sha yerlari 3 oylik. Orqa tomonlari ham zo'r ekan mana. Korobkasi butun ekan. Stakan yo'q. Narx qancha ekan buni? Narxini 7 million 500 ming so'mga oldim jo'nat degan odamga ketdi mana. Dastlabkasi? Dastlabki Toshkentga qilib beradim. Bo'ldi. Mana go'shtni so'raganlarga, katta buqa so'raganlarga. Bo'ylari 1.10 chiqib qolsa kerak. 1.8 shunga chiqadi. Bu 5 plyus yoshi. Bo'ldi. Shvet novostyamiz. Hop. O'zimizni dehqonni moli, mahalliy buqamiz. Hop. Buni o'sha yerga bir 9 oy, 10 oylikka borib qo'ygan. Kurash qilmagan hali. Yo'q, kurash qilmagan. Ya bitta narxini bombaga bering oxirgi moldi. Buni aka 16 million 500 ming so'mga jo'nat o'radan yeyishim buni Samarqandga do'dib beradi. 16.500 mingga kam bormi? Kami bor. Qancha kam bor? 200 ming so'm kam berishni olish. 500 ming kam berishadi. 5 ming kam berishni. 16 millionga. Bo'ldi. Videoni shagacha ko'rganlar bitta like bosib, obuna do'st birodarlarga jo'natib qo'yasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.